Alo. Assalomu alaykum. Dildoraxon opa, siz bo'lasizmi? Ha. Yaxshimisiz opajon, sog' salomatmisiz? Tanu joningiz omonmi, bezovta qilmadimi? Opajon, ayni daqiqalarda biz sizga yaqinlarimga tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Aha. Avvalambor bugunga qarshi olgan yoshingiz, Allohimizga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat qizlar. Sog' bo'ling. Minnatdormiz. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatga, solih amallarga, go'zal sahifalarga ham boy bo'lmoqligining tilakdoshimiz. Aynan bugun mana shunday go'zal ayyom munosabatiyle bugun bizning loyihamizga siz uchun atalgan ajoyib tabriknomalar yetib kelgan. Shu o'rinda sizga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Taxmin qilib ko'ring-chi, sizni xursand qilmoqchi bo'lgan yaqin mehribon insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Yaqin insonlarim endi o'g'lim bo'lishi mumkin, xonalarim bo'lishi mumkin. Yana kim bo'lishlari mumkin? Bo'lishlari mumkin. Keling, sizni ko'p qiynamagan holda o'zim sizga yordam beraman. Ayni daqiqalarda jamiki yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi mehribon ukajoningiz Muhsinjon aka sizni tabriklamoqdalar. Voy ana. Rahmat. Sog' bo'ling. Ilohim, hamdollarga hamrohlikda hamdollarga hamrohlikda keliningiz Diloromxon opa hamda turmush o'rtog'ingiz va barcha oila a'zolaringiz ham sizni muborakbod etib, ikki dunyo saodatini ham sizga tilab qolishibdi opajon. Rahmat. Sog' salomat yuribsin baxtimga ilohim. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Opajon, agarda 5 daqiqa vaqtingizni olsak, ana shu qadrdon ukajoningiz tomonidan yetib kelgan chiroyli tabrik maktublarni sizga o'qib berardim, maylimi? Mayli. Rahmat kattakon, marhamat, tinglang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men uchun juda ham aziz va qadrli bo'lgan gul yuzli, shirin so'zli, osmon kabi beg'ubor qalbli, onam kabi juda ham mehribon Allohim bergan aziz opajonim, sizni bugungi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz qarshilagan yana bir yangi yoshingiz bilan barcha oila a'zolarimiz nomidan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Aziz opajonim, dilimda sizga ayta olmagan samimiy dil so'zlarimni ushbu loyiha orqali yetkazishga qaror qildim. O'zingizga tez ayta olmasam-da sizni juda ham yaxshi ko'raman opajon. Men uchun juda ham qadrli insonsiz. Xonadonlarimiz, davralarimiz siz bilan fayzlidir. Opajon, sizga avvalambor uzoq umr, zilol suv kabi pokiza hayot tilayman. Faqatgina baxtlardan iborat bo'lgan kunlar sizniki bo'lsin. Robbim Allohim har yerda sizni o'z panohida asrab avaylasin. Sizga eng go'zal baxtlarni, shu baxtdan taxtlarni tilab qolaman. Eng baxtli insonlar ham sizga havasila boqsinlar. Mehribon opajonim, yaqinlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Biz sizni barchamiz Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Davralarimiz siz bilan go'zaldir. Inshaalloh har bir kuningiz mana shunday bayramdek o'tsin. Mana shunday go'zal kunlarda, to'kis davralarda uzoq yillar mobaynida didor ko'rishmoqlik barchamizga nasib aylasin. Aziz boshingiz hamisha omonda bo'lsin. Nimaiki niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, ilohim shu hayot yo'llarida ijobatini ko'rib yuring. Yuzingizdan doimo kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Opajonim, mehribonim, yana bir bora shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Tirgakdursiz yurgan yo'limda, har bir ishda o'rnaksiz opa, yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. O'zingizni qiling ehtiyot, mening uchun bo'laksiz opa. Qaddingizni egmasin hayot, menga juda keraksiz opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman, vujudimda yuraksiz opa. Sizsiz aniq tamom bo'laman, menga juda keraksiz opa. Siz oq ko'ngil farishta misol, ushalguvchi tilaksiz opa.
bir dona sizga yo'q timsol, menga juda keraksiz opa deya ushbu go'zal tilnomalarni mehribon okajoningiz tomonidan qabul qilasiz opajon. Rahmat. Sizlarga ham rahmat qillar. Sog' bo'linglar iloyim. Hamdam yaxshi qilaman. Ilohim ishlarini o'ngidan kelsin. Ilohim, Allohim umrini uzoq qilsin iloyim. Farzandlarini, oilasini baxtiga hamisha sog' salomat yursin. ilohim, Hamisha sog' salomat bo'lishini Xudodan Allohimdan so'rab qolaman. Umri uzoq bo'lsin ilohim. O'ylagan orzu-niyatlarini barcha uchasin ilohim. ilohim opajon. Rahmat hammalariga. Mehr oqibatingizga hech qachon ko'zi nazarlar tegmasin opajon. Yana bir bora ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar ilohim. Sizlarga ham ming bor rahmat qilinglar. Minnatdormiz. Siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisiz, negaki mana shunday mehribonlaringiz, mehribon okajoningiz bor. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodatni tilab qolamiz. Tavallud ayyomingizni ko'tarinki kayfiyatda a'lo darajada yaqinlar davrasida o'tkazib oling. O'zingizni doimo ehtiyot qiling, salomat bo'ling opajon. Rahmat qilinglar. Rahmat. Tashakkur, minnatdormiz. Omon bo'ling. Rahmat. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam.